Assalamu alaikum hürmetli televizor köyküçüler. Uygur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünden karşı alınız. Aldı bilen haberlerimizden muhim mezmunlarını tanıştırırız. Yazgıcı Halide İsrail'in Altın Keş romanı mesele en ağır kitap dep bekitilgan. 17 April Büyük Türkistan İzdiniş ve Güçlendiriş Cemiyeti Birlik ve Qarindoshlik kechilik ötküzdü. Assalamu alaikum hürmetli televizor köyküçüler. Afganistan bilen Taliban'ın Katar'da ötküzüldüğün tinchlik söhbeti kechiktirildi. Hindistan'da bir kişi saylamda başka partiyaga bilet taşlap koyganlık için kolunu kesti. Tövende diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitay dairələri ötən il elib bağan atalmış məsələli kitablarını təkşürüş hərəkətində yazğıcı Halide İsrail'in Altın Keş namlıq romanı məsələ ən ağır kitab dep bekitilgan. Ürümçidagi aloqador xodimlar Halide İsrail'in nədiliki və növbətlik ahvol haqqında məlumat verməgan. Amma ahvaldan xəbərdar kişilərning Halide İsrail'in salomatlik ahvoli sabablik, ya'ni chaqliq o'rindiqda o'tirib qolganlik uchun uyda nazarbat ostiga ilinganligini oshkorladi. Qashqar Uyg'ur nashriyatining tahriri shoira Chimengul Avud yazg'uvchi Halide İsrail'in Altın Keş namlıq romanini tahrirlaganlik uchun tutqun qilinganligi oshkorlangan edi. Qashqar Uyg'ur nashriyatining tahriri shoira Chimengul Avud yazg'uvchi Halide İsrail'in Altın Keş namlıq romanini tahrirlaganlik uchun tutqun qilinganligi oshkorlangan edi. Altın Keş romanının avtori yazgıcı Halide İsrail'in təqdiri haqqında bir qatar aniqlashlarni ilib bordi. İlgiri Qumluqning tushi, Timtos shahar, Rangdar quyun, Keçmiş qatarlıq əsərlər bilan məşhur bo'lgan yazgıcı Halide İsrail bir mahal Şinjan Yazgıcılar Cemiyetining muavin raisi bo'lgan. 1952-yili Qashqarda tug'ilgan Halide İsrail 1975-yili Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetini tugagandan keyin toki dam olishga chiqquchi bo'lgan oraliqda Şinjan gazetida muharrir bo'lib xizmat qilgan. 2016 yil ishlangan Şinjan televiziyasining Madaniyat Postani programmasida bayon qilinishicha, yazgıcı Halide İsrail mazkur romanini ikki put sunib, chaqliq o'rindiqda o'tirib qolgan mezgilda yozgan. Uning tutqunda yoki emasligi haqida xabardor ba'zi kishilar Halide İsrailning navbatda uyda davolanayotganligini bayon qilsa, yana ba'zilar salomatlik yor bermaganlik sababli soqchilarning uni lagerga yoki qamoqxonaga opirishga chorasiz qolganligi, Halide İsrailning o'z uyida so'roq qilinganligi va hozir nazarband ostida ekanligini bildirgan. Altın Keş romanı 2016 yili nashr qilingandan keyin Yevro Osiyo kitob ko'rgazmasi qo'yilgan va yuqori bahoga erishgan. Xitoy siyosiy qonun xodimlari Altın Keş romanining Qashqar Uyg'ur nashriyatidan masalalik kitoblar deb bekitilgan 600 dan ortiq kitob ichida masala eng og'ir kitob deb bekitilganligini oshkorladi. Ammo xodimlar mazkur kitobda konkret qanday bir masala tepilganligi haqida ma'lumot bermadi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqar Uyg'ur nashriyatiga Uyg'ur avtonom rayonidan kelgan tekshirish guruhi masalalik kitob deb bekitilgan kitoblardagi masalalarni jamiyatdan sir tutgan. Madaniyat Bostanidagi baholag'uvchilar Altın Keş romaniga 3 avlod kishilarning talpinishlari mohirlik bilan aks ettirgan nodir asar deb baho bergan. Yazg'uvchi Halide İsrail bo'lsa, Uyg'ur adabiyotiga o'chmas tuhfa qo'shgan. Yangi davr adabiyotida faxrlik o'rni bo'lgan atoqli yazg'uvchi deb ta'riflangan. Afganistan hökuməti bilan Taliban arasında Qatarda ötküzüldüğün tinchlik söhbətlərinin birinci basqıcı müəyyən vaqt bekitilməsdən kechiktirildi. Tinchlik söhbətlərini qollab-quvvatlagan Qatar To'qinish va insoniy xizmatlar markazi boshlig'i Sultan Bakra Twitter adresi orqali bayonot berib, Afganistan hökuməti bilan Taliban vakillarining Qatarda davomlashtirgan tinchlik söhbətlərinin vaqtsiz kechiktirilganligini bildirdi. U Afganistan prezidenti Ashraf G'anining markaz e'lon qilgan ishtirokchilar tizimligiga qarshi chiqqanligini bildirib, suhbatga kimlarning ishtirok qilganligi to'g'risida texnik kuchli fikr birligi o'rnatishning zarurligini eskartdi. Bugun boshlanishi planlanayotgan suhbatlar Afg'onistondagi urushga muzokara orqali xotima berishni va Amerika askarlarining Afg'onistondan chekinishni kafolatiga ega qilish yo'lidagi muhim bir qadam deb qaralyapti. Qatardagi To'qinish va insoniy xizmatlar markazining tunogin tarqatgan tizimligida 243 odamning ismi bor edi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan yuqori darajalik bir amaldor markaz tayyorlagan tizimlikning Afg'oniston hukumati tayyorlagan 250 kishilik tizimlikdan farqli ekanligini, Ashraf G'anining tizimligida ayol vakillar sonining ko'p ekanligini bildirdi. Amerikaning Afg'oniston alohida vakili Zalmay Xalzat bo'lsa, Twitter adresi orqali bayonot berib, suhbatning kechiktirilganligidan afsuslanganligini bildirdi va barliq taraflarni dialog va tinchlik musobaqasini qo'llashga chaqirdi. Öz muxbirimiz Recep Ateş'nin xabar qilishicha, İstanbul Kültür Üniversitesi'da doktora Sorobo Kayxanning o'rinlashtirishida Uyg'ur türkleri, No'g'ay türkleri va Azerbaycan türklerining urf odati, kiyim-kechak, yemak-ichmaklari va madaniyatlari o'quvchilarga dars qilib o'tildi. Magistrlikda o'qiyotgan o'quvchi Borjo Sesli Uyg'ur madaniyatini tanishtirdi.
o'quvchi Fatma Derekli No'g'ay madaniyatini tanishtirdi. O'quvchi Aytan Namazova Ozarbayjon madaniyatini tanishtirdi. Ular sinfga o'zlari tanishtirgan millatning kiyimlarini kiygan holatda kirdi va oxirgi suhbatimizda o'quvchi Borjo Sesli Uyg'urlarning madaniyatlarini Uyg'ur televiziyasi kanalimizning ekranlari orqali butun turklarni xabardor qildi va mehmondo'st illiq chiroy va kulsi qisilgan ko'zlari intayin go'zal deb tasvirladi. 2019 yılı 17 aprel Büyük Türkistan İzdiniş ve Güçlendiriş Cemiyeti'nin uğurlaştırışında birlik ve qeyrindaşlıq keçilik ötküzüldü. Keçilikte Hira Uyghur Başlangıç Mektebi'nin səbibalları alohida numurlarını tayyorlab keldi. Onun içinde İstiqlal Marşı ve vatanimiz Şarkı Türkistan'ı küylep şiirlerini okup tomoshabinlarni ta'sirlandirdi. Vatanimizning kelgusi umidlaridan biri bo'lgan Aka-ini boks mahirlari alohida mahorat ko'rsatdi. Bu keçilikni alohida o'rlashtirgan Büyük Türkistan İzdiniş ve Güçlendiriş Cemiyeti'nin raisi Yusuf o'g'li alohida so'z qildi. Təklif qilingan mehmonlardan Mahmud Qashqari Dərnekining raisi Yusuf Altaji, Dünya Uyghur Birləşməsinin raisi və Dünya Ayollar Birləşməsinin Türkiyə vəkili muavin raisi Rabia Ektürk söz qildi. Abdulhamid Uyghur Əpəndi keçilik üçün alohida şiir o'qidi. Xitoy lageridan mo'jizalarcha qutulib chiqqan Qozog'iston girdani Uyg'ur millati Gulbahor Jalil xonim vatanimiz Sharq Turkistondagi o'zining ko'rgan zulmlarini anlatdi. Oxirida bu keçilikni alohida o'rlashtirgan Büyük Türkistan İzdiniş ve Güçlendiriş Cemiyeti Dünya Uyghur Ayollar Qurultiyi vakillariga sovg'at berdi va o'zaro hadiya almashtirdi. Afsunarligi shuncha ko'rkam zalning to'shmaganligi bo'ldi. Buningdan keyingi faoliyatlarda har qaysi muhojiratdagi Sharq Turkistonlik xalqimizning bunday faoliyatlarga aktiv qatnashishini umid qildi. Hindistonda 11 aprel boshlangan parlament a'zolari saylamining ikkinchi bosqich tunugin o'tkazilgan edi. Saylam munosabati bilan tunugin Uttar Pradesh o'lkasida Pavan Kumar nomli bir kishi saylam biletini tashlab bo'lgandan keyin xato holda hokimiyat beshidagi Bharatiya Janata partiyasiga bilet tashlab solganligini his qilgan. Pavan Kumar ijtimoiy taratquv hisobida hambahrlashgan videosida aslida yerlik partiyaga bilet tashlamoqchi bo'lganligini, biroq ovoz biletida nurg'unlagan partiyalarning simvollar bo'lg'achqa nima qilarini bilolmay qolganligini aytdi. Pavan Kumar pilga ovoz berman deb xato holda gulga ovoz beribdiman deb pushaymon qilganligini ifodalab, o'chmas bo'yoq surkigan ishorat barmoqini kesib tashildi. Hindistondagi saylamda hokimiyat beshidagi Bharatiya Janata partiyasining simvoli Nilupar guli bo'lib, Bahujan Samaj partiyasining simvoli pil edi. Hindistonda ba'zi rayonlarning ma'rif saviyasi intayin tuvan bo'lganlikdan partiya simvollari saylovchining ishini osonlashtirish uchun ishlatildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Görüşükçe aman bulunlar. Xayr xo'sh. Allah'a emanet.